Assalomu alaykum qizlarjonlar, hammalarga xayrli kun. Bugun bizada minnatdorchilik marafonini 13-kuni. Bugun sizlar bilan juda ham zo'r narsaga, ya'ni pullarimiz ko'payishiga sabab bo'ladigan minnatdorchilik vazifalarini beraman sizlarga. Bugun qaranglar qizlarjonlar, men sizlarga bitta narsani aytaman, bitta katta sir, pullarga oid sirlardan bittasini aytaman. Boy insonlar nimaga boy bo'ladi-da, yoki ularning puli ko'payaveradi yoki boshqa bo'ladi. Kambag'al insonlarda nega pul kamayib ketaveradi? Buni eng asosiy sabablaridan, eng katta sirlardan bittasi, boylar har bitta ishlatayotgan summasini investitsiya deb qaraydi. Kambag'allar esa rasxod-da, men bu to'lov mendan chiqib ketdi, u menga qaytib kelmaydi degan nazarda pul ishlatadi va og'rinib ishlatadi. Bitta narsa esingizda tursin, siz qaysi hissiyotda pul ishlatsangiz, xuddi o'sha hissiyotda pul ishlab topasiz. Og'rinib ishlatsangiz, og'rinib ishlab topasiz. Investitsiya deb uni orqasidagi foydasini ko'rib ishlatsangiz, yengilroq pul ishlab topasiz. Bugungi birinchi vazifa, siz nimalarga to'lov qilayotganingizni bitta qarab kuzatib chiqasiz. Masalan, gazga, svetga to'layapsiz, buni boylar investitsiya deb qaraydi. Ya'ni o'sha summani men to'layapman, men investitsiya qilyapman. Ya'ni o'sha gazga to'layapman, issiq uyda o'tiribman, svetga to'layapman, yorug'ida o'tiribman, internetim ishlayapti, Wi-Fi'm ishlayapti, choyim qaynayapti, shirin ovqatim pishyapti. Shuning uchun men to'lov qilyapman deb qaraydi. Kambag'allar bo'lsa yoki bo'lmasa o'sha pul yetishmovchiligida doim yashovchilar bo'lsa, ular har doim rasxod deb qaraydi. O'sha svet, gazga men bekordan bekor to'layapman deb qaraydi. Xuddi shunaqa ularga kelgan pullar, o'sha pul yetishmovchiligida doimiy bo'ladigan insonlarda ularga kelgan pullar o'sha bekordan bekorga ketaveradi. Ya'ni o'sha nima deydi? O'zimiz tilida aytganda barakasi bo'lmaydi. Yoki ba'zida eshitib qolamiz-da, mana kasallikka ketdi pulim, doktorlarga ketdi, mana shunaqa shikoyat bilan aytib qolishadi bir xil payt. Bu yerda ham o'sha paytda ham tushunib turishingiz kerak. Siz taningiz uchun investitsiya qilyapsiz. Sog'lig'ingiz uchun investitsiya qilyapsiz. Baribirga ham o'sha tanaga qarab turish, uni nima deydi, parvarish qilib turishda mana shu tomonlarni ko'rib, mana shu tomonlarini his qilib, o'sha berayotgan summangizdan, doktorga to'layotgan pulingizdan minnatdor bo'lishingiz. Bu birinchi vazifa. Bugun masalan kuzatib chiqamiz, biza o'sha hayotimizda yoki bo'lmasa o'sha har oyda nimalarga to'lov qilamiz yoki o'sha bu oy nimalarga to'lov qildik. Mana shu narsalar uchun to'lov qilgan narsalarimizni investitsiya deb qarab, ularga minnatdorchilik bildiramiz. Ikkinchi vazifa shundan iboratki, siz to'lov qilishingiz kerak, lekin hali to'lov qilmagansiz. To'lov qilishingizga hali pulingiz yo'q deylik. Aynan o'sha to'lov qilishingiz kerak bo'lgan, to'lov qilinmagan kvitantsiyani olasiz va unda o'sha nimaga to'lov qilinishi kerak bo'lsa, o'sha to'lov qilinishi kerak bo'lgan narsani yozasiz. Shunga to'lov qilishim uchun kelgan pullar uchun minnatdorman. Prям his qilasiz, o'sha mana bu to'lov qilishingiz kerak bo'lgan kvitansiyaga ushab turib, o'shanga sizga pul keldi. O'shani to'lashingiz uchun sizga pul keldi. Qo'lingizda o'sha pul turibdi, tasavvur qilasiz va yozasiz. Mana shu to'lovni qilishim uchun, shu kvitansiyadagi to'lovni qilishim uchun kelgan pullardan minnatdorman. Mana shunaqa qilib 10 tasini yozasiz, 10 ta yozasiz shuni. Agar masalan kvitansiyasi yo'q bo'lsa, o'zingiz qog'oz qilib olsangiz bo'ladi. Qog'ozda masalan mana bu narsa uchun mana shuncha summa to'lov deb yozsangiz bo'ladi. Prosta kvitansiyaga o'xshatib o'zingizga qog'oz qilib olsangiz bo'ladi. O'sha kvitansiyani his qilib, ushab turib his qilib, boya aytganimdek, o'shanga sizga pul keldi. Kvitansiyaning ustida pul turibdi. O'shanga mos summadagi sizga pul keldi to'lov qilishingiz uchun. O'shani ushab turib his qilib, pul kelganini his qilib, qo'lingizda o'sha pul ham turibdi, tasavvur qilasiz. Kvitansiyangiz turibdi, ustida puli turibdi to'lov qiladigan. O'sha uchun minnatdorman. Mana shunaqa qilib, bugun bizda 10 ta shunaqa to'lov qilishimiz kerak bo'lgan, hali to'lanmagan kvitansiyalar qilamiz. Agar bor bo'lsa, kvitansiyalar bor bo'lsa, o'shani ushab turib, his qilib 10 tasiga minnatdorchilik yozamiz. Uchinchi vazifa shundan iborat. Siz уже mana yozdingiz, shularga kelgan pullar uchun minnatdorman deyishni boshladingiz. Albatta, inshaalloh ularga pul keladi. O'sha kelgan paytda qanaqadir yana to'lov uchun pul kelib qolsa, o'sha to'lov uchun minnatdorman deb yozasiz. Tushuna oldingiz. Orada
to'lov qilishingizga to'g'ri kelib qoldi, qaysidir nimadir narsaga yoki o'sha kvitantsiyangizga yoki bo'lmasa umuman boshqa narsaga to'lov qilishingizga to'g'ri kelib qoldi. O'sha to'lov qilishingiz kerak bo'lgan narsalarga, o'sha sizga pul kelgan narsalarga to'lovdan oldin minnatdorchilik etasiz. Mana shu to'lov uchun minnatdorman. Shunga to'lov qila olayotganim uchun minnatdorman. Shuni to'layotganim uchun minnatdorman. Bu 3-vazifa.